Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Salatu vassalamu ala rasulillah. Shayx Taqiy Usmoniy hafizallohning Usul Ifto va Adab kitoblaridan darslarimizda davom ettiramiz. Kelgan joyimiz urf va amaliga keldik. Oldingi darsda umuman urfni nimaligi va urfni ikki qism, urfi lafziy, urfi amaliga bo'linishini o'tdik. U yerda urfi lafziyda tafsilotni bayon qildik. Endi urf amaliy ikkinchi qism. Ammo urf amaliga keladigan bo'lsak, allazi qad yu'abbaru anhu bit-ta'amul bil ahada. Gohida o'sha urf amaliga taomul va odat ham deyiladi. Tushunarlimi? Qayerda taomul va odat deyilsa, biz o'sha urf amalini, amaliy urfni tushunishimiz kerak. Lafzini emas. Fa inna qad yu'assiru fi taghayyur al-hukmi. Bu ham ba'zida hukmni o'zgarishiga ta'sir qiladi. Walakin laysa kullu ta'amulin mu'tabaran fi ash-shar'. Lekin hamma taomul ham shariatda e'tiborli degani emas. Ibn Abdur rahimahulloh aytadilarki, agar urf shar'iy dalilga xilof kelsa, agar o'sha xilof min kulli vajh bo'lsa, min kulli vajh degani har taraflama xilof qilsa, qanaqa bo'ladi desa, bi an lazima minhu tarkun nafsi. Agar o'sha urfga nima qiladigan bo'lsak, urfni bajaradigan bo'lsak, nasni to'laligicha tark qilishlik lozim keladigan bo'lsa, fala shakka fi raddihi. Bunaqa urfni rad qilishda, tark qilishlikda olmaslikda shak yo'q. Olmaydi bu. كتعارف الناس كثيرا من المحرمات من الربا وشرب الخمر ولبس الحرير وذهب وغيره. Mana odamlarning taomilida nimalar yo'q demaysiz. Mana ribo, xamir ichishlik, ipak kiyishlik, oltin kiyish, oltindan bo'lgan narsa kiyishlikdan iborat qancha harom, muharram narsalar bor odamlarning urfida. Mimma warada tahrimun aslan. Buni haromligi bunaqa narsalar, ya'ni xamir bilan ribo bo'ladimi, ipak, oltindan bo'lgan narsa kiyishlik, bu nassan vorid bo'lganda buni haromligi oyatda vorid bo'lgan, hadisda vorid bo'lgan. Endi va illam yukhalifu min kulli wajh, agar urf, ya'ni urf taomul dedik, nasga min kulli wajh to'laligicha har taraflama xilof qilmasa, bu anvarada dalil amman qaraymiz. Dalil nima bo'lib kelsa, umumiy bo'lib vorid bo'lsa, val urfu khalafahu fi ba'd afrodihi. Endi urf esa ba'zi fardlari, ba'zi qismlarida xilof qilsa, aw kana dalilu qiyosan, yoki dalil e'tibor beraylik, boyagi nas dalil qiyosiy bo'lsa, mana shu holatda fa innal urf mu'tabarun in kana aman. Ana shu holatda urf e'tiborli bo'ladi agar umumiy bo'lsa. Agar fa innal urf al-am yasluhu mukhassasan, chunki umumiy urf mukhassis bo'la oladi-da. E'tibor beraylik. Umumiy urf mukhassis bo'ladi. Nimani xoslaydi? Boyaga tepada aytdik, bi'an varada dalilu amma dedik-ku. Dalil umumiy kelsa, nas umumiy kelsa, keyin urf ana o'shani nima qiladi? Xoslashi mumkin. Tushunarlimi? Kama marra ani tahrirda keladiki, Ibn Hammomning tahrir kitoblaridan va yutraku bihil qiyos. Tepada o'zi tahrirdan keladi, o'sha misol keltirilganda urfdan. Va yutraku bil qiyos, mana bu nima qilinadi? Endi bu bilan qiyos tark qilinadi. Tushunarlimi? Kama sarrahu bihi fi mas'alati istisno. Istisno masalasida. Va dukhul al-hammam va shurbi min as-siqa. Xo'p, bu ikkita uchta masala keltirdilar. Buni aslida pastroqda batafsil bayon qiladilar. Istisno masalasi. Istisno degani o'zi ustani oldiga borib bir narsa yasab berish, masalan bir ko'ylak tikib berishi yoki biror narsa yasab berishini talab qilish istisno. Aslida bu narsa na salamga to'g'ri keladi, na boshqaga to'g'ri keladi. Joiz emas aslida bu. Ya'ni shariy nasga soladigan bo'lsa joiz emas. Lekin urf da bu taomulda borligi uchun ham buni joiz deyishgan ulamolar. Xudo xolisa batafsilroq pastda o'tamiz. Va dukhulil hammom, va hammomga kirishlik, hammom masalasi. Ya'ni hammomga kirishlik, hammomga necha soat qolib ketishligi noma'lum, qancha suv ishlatishi noma'lum. Demak, majhullar, jaholat ko'pda bu, ya'ni hammomga pullik kirishda. Lekin ulamolar nima qilishgan? Ijozat berishgan, garchi jaholat bo'lsa ham. Va shurbi min as-siqa, va mana bu va shurbi min as-siqa boyagi nimadan charxpalakdan boshqadan nima qilishlik, boyagi idishlardan suv ichishlik masalasi. Bu ham ya'ni qancha ichishlik noma'lum bo'lib turib ham ulamolar joiz deganlar.
umuman siho degani umuman idish degan ma'noda, sut qaysi qanaqa kattalik boshqa nima emas, ya'ni uni oldinlari ya'ni shunaqa suvmi sutmi sotilgan, uni ya'ni o'sha idishni nimasi aniq miqdori bo'lmagan, ishlarni ham miqdor majhul bo'lgan. Bilamizki jaholat bo'lsa bayda joiz emas. Mana shu asli joiz bo'lmas kerak, lekin ulamolar joiz deganlar sababi urf bo'lgani uchun. والذي تحصل لي بعد سابر المسائل التي بنوها على العرف العملي. Endi taqiy Usmoniy aytadilarki, urf amalini ustiga bino qilgan masalalarni bir-bir ko'rib chiqqanimdan keyin menga shunaqa narsa hosil, ya'ni xulosa paydo bo'ldiki, annahu law sabata anna hukm an-nass warada bi amrin la yatawaqqafu ala al-urf fa in taghayyur al-urf wa at-ta'amul la yughayyiru al-hukma min qalil fi qalil wa la kathir. Endi shunaqa narsa xulosa bo'ldiki, annahu law sabata, shunday narsa sobit bo'lsa-ki, anna hukm an-nass, agar nasni hukmi warada bi amrin, buyruq bilan biron bir ish borasida, biron bir narsani qilishlik borasida nasni hukmi vorid bo'ladigan bo'lsa, la yatawaqqafu ala al-urf, demak bu urfga qarab to'xtab qolmaydi, ya'ni urfga qaramaydi. Shunday fa in taghayyur al-urfi va ta'amul, chunki urf va taomulning o'zgarishi la yughayyiru al-hukma fi qalil va la kathir, bu ya'ni shar'iy aynan nas vorid bo'lgan hukmni nima qila olmaydi, ozini ham ko'pini ham o'zgartira olmaydi. Mana misoli boya tepada ham aytdik, barcha harom narsalar. Allati zakara ibn Abdurrahmonlar, ibn Abdin zikr qiluvdilar, vallati warada nasbi tahrimiha, bu haromligi borasida nas keldimi? Ma anna ta'amul kana jariyan fi zalika al-ahd bi khilafi nas. Ana nasga xilof tarzda taomulda joriy bo'lib ketganda, xamir ichish yoki ipak kiyish ham boshqa ham. Falamma haramaha an-nassu bir-rag'mi min at-ta'am al-mustamir. Endi nas uni harom qildimi? Mustamir, doimiy davom etayotgan taomulga e'tibor bermas, ya'ni taomulga qaramasdan baribir nas vorid bo'lganmi? Sabata anna hukm an-nasi lam yakun mabniyan ala al-urf. Demak, nasni hukmi bu bilindiki, urfga bino qilinmagan. Tushunarlimi? Wal urful jari bi khilafihi lam ya'tabiru shar. Demak, nasga xilof bo'lib joriy bo'lgan urfni shariat e'tibor qilinmaydi. Tushunarlimi? Nasga xilof tarzda vorid bo'lgan urf qanaqa urf? U joriy urf bo'ladimi? Doimiy davom etayotgan, 1000 yil davom etayotgan bo'lsa ham u urfni shariat e'tibor qilmaydi, chunki nasga xilof. Fala sabila ila i'tibor, uni e'tibor qilish umuman nima iloji yo'q. Uni umuman e'tibor qilmaydi bunaqa urfni, 1000 yil davom etgan bo'lsa ham. Fa hadhihi al-muharramat al-mansusa muharramatun ila al-abad. Bu harom qilingan narsa abadul abad harom, walau jaro biha ta'amul. Garchi urfda nima bo'lib ketgan bo'lsa ham, o'sha harom ishlatilib ketgan bo'lsa ham, ribo nima bo'lib ketgan bo'lsa ham, urfda juda keng tarqalgan bo'lsa yoki xamir boshqa, baribir u hech qachon halol bo'lmaydi, doim harom bo'ladi demoqchilar qiyomatgacha. Xo'p, endi taomul bilan o'zgaradigan hukmlarning turi. Endi taomul urf amaliy bilan o'zgaradigan hukmlar ko'pincha quyidagicha turlarda bo'ladi deyaptilar. Birinchisi, إذا ثبت النص في بعض الجزئيات على أساس تعامل الناس في ذلك العهد. Xo'p, birinchisi, odamlar o'sha zamonda, ya'ni urfida bo'lgan odamlarning urfida bo'lgan o'sha taomilida bo'lgan asosga ko'ra ba'zi juziyotlari ana o'shani ba'zi juziyotlariga nima bo'lsa, nas sobit bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nas keladigan bo'lsa, ana o'sha odamlarning urfida bo'lgan asosni ba'zi juziyotlariga nas keladigan bo'lsa, faytaghayyarul hukmu fi tilkal juziyat bi taghayyuril urf va ta'amul. Demak, odamlarning urf va taomili o'zgarishi sababli ana o'sha juziyotidagi hukm ham o'zgaradi. Nega? Lintifa illatil hukmi. Chunki hukmning illati yo'q bo'ldi. Hukmning illati nima edi? Boyaga odamlarning nimalari edi? Bu ma'lul bir taomul edi, ya'ni o'sha urf taomulga illatli bo'ldimi, o'sha illat yo'qmi, endi hukm ham nima bo'ladi, o'zgaradi. Mana misoli Abu Dovud va boshqalar keltiradilar. Samura ibn Jundubdan radhiyallohu anhu, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar sizlarni biringiz bir moshiya degani o'zi bir hayvonga, bir chorpaga kelsa, fa in kana fiha sohibuha, uni oldida egasi bo'lsa, falastazinhu, undan nima izn so'rasin, ya'ni sutidan nima qilish uchun da sog'ib ichishga. Fa in adina lahu, endi agar ruxsat bersa,
فليحتلب وليشرب uni sutini sog'ib ichsin. وإن لم يكن فيها agar u yerda nima bo'lmasa, egasi bo'lmasa, فليصوت ثلاثا 3 marta nima qilsin, chaqirsin baland ovoz bilan. فإن أجابه agar javob bersa فليستأذنه undan izn so'rasin. وإلا agar 3 marta ham chaqirganda javob bermasa فليحتلب sutni sog'sin وليشرب nima qilsin, ichsin. ولا يحمل nima qilmasin, ko'tarib ketmasin. Ya'ni o'sha joyda ichsin deyaptilar, ya'ni ko'tarib ketishga ruxsat yo'q. Demak, qaranglarki, vakazalika va akhrajahu Tirmiziy rahimahulloh an ibn Umar va shuningdek ibn Umar radhiyallohu anhudan hadis keltiradilar. Imom Tirmiziy payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan aytdilarki, man dakhala haytan, ana kim bir hayit, bir bog'ga kirsa, falyakul yesin va la yattakhid khubnatan, lekin xubna tutmasin. Xubna degani ya'ni cho'ntagiga solib olib ketmasin, bir qo'tig'iga bir narsani olib ketmasin deyapti. O'sha joyda yesin, olib ketish yo'q. Mana boshqa hadisda Abu Dovud keltiradilar. An ammi Abi Rafi ibn Amr al-Ghifari. Abu Rafi ibn Amr al-Ghifarina amakilardan keltiradilar. U kishi aytadilarki, kuntu g'ulaman armi nakhlan ansor. Men bir yosh bola edimki, o'sha ansoriylarni xurmoslariga tosh otib, nima qilardim, tosh otadigan edim. Tosh otardim, ya'ni tosh otib xurmosini tushirib, tosh otganda o'sha xurmo tushadi-da, o'shani yerdan fautiya biya nabiy sallallohu alayhi vasallam faqola, keyin men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan oldiga olib borildim. Ya'ni o'sha shikoyat qilib olib borganlarda bu kishini, mana shu bola ana shunday qilyapti, xurmoni otib yeyapti deganda, keyin aytdilarki, g'ulam dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ey bola dedilar, lima tarmin nakhla ana, nimaga xurmoga tosh otding deganda, qola u kishi akulu, yeyman dedim deyaptilar. Faqala fala tarmin nakhla ana, xurmoga tosh otma, va kul mimma yasqutu fi asfaliha, uni tagida tushgandan yur dedilar. So'ngra u kishini boshlaridan silab aytdilarki, Allohumma ashbi batnahu, ey Alloh, uni qornini o'zing to'ydirgin dedilar. Tushundingmi? Endi keyingisi va inna nabiyal karim ajaza fi hadhihi al-ahadith akla as-samara va shurbal laban bighayri izni maliki. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu hadislarda egasini ruxsatisiz bir sutni ichishlikka va mevani yeyishlikka ruxsat berdilar. Va huwa fi zohirihi mu'arradun lin-nusus allati harramat tanawula milkil g'ayr duna tibi nafsi minhu. Demak, bu hadislarning zohiri naslarga xilof. Qanaqa naslar? Ya'ni birovni chin ko'ngildan tibi nafsin minhu, ya'ni rozi bo'lmasdan turib birovni mulkini yeyishni harom qilgan naslarga zidda. Chunki naslarda nima keladi? Birov rozi bo'lmasa, chin ko'ngildan rozi bo'lsa, men tibi nafs, uni mulkini yeyish mumkin emas-da. Endi naslar hadislarda keladi. Va qad warada hunaka nassun sarih fi hurmati ihtilab al-mawashi bighayri izni maliki. Mana pasroqda deyaptilar, boyga hayvonlarni sutini sog'ib ichishlik, ya'ni egasini ruxsatsiz ichishlik haromligini borasida o'sha sarohatan nasam bor. U qaysi? Mana Imom Buxoriy keltiradilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, la yahlibanna ahadun mashiyata imri'in bighayri iznihi. Ana biron bir kishi birovni nimasini, hayvonini, qo'y molini uni iznisiz sog'masin dedilar. Ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu fatuksara khizanatuhu fayuntaqala ta'amuhu fa innama takhzunu lahum duru'u mawashihim at'imatihim fala yahlubanna ahadun mashiyata ahadin illa bi idnihi. Xo'p, qaranglar. Endi ayuhibbu ahadukum, sizlardan biringiz xohlaydimi an tu'ta mashrubatuhu, ana uni mashruba degani umuman bir xonaga nisbatan ham aytiladi. Umuman boyga ichiladigan, yeb ichadigan o'sha narsalarni saqlaydigan joyga nisbatan aytiladi. Shuni ma'no bersak, sizlardan biringiz xohlaydimiki uni o'sha mashrubasiga, boyga xonasiga, uyiga kelib, tu'tal mashrubatuhu, kelinibdi endi mashhur fatuksara xizanatuhu, uni o'sha uyiga kelib, uni xizonasi, uni boyaga shkafi, uni boyaga nimalar, taomlari turadigan idishlari sindirilib,
فينتقل طعامه keyin taomini yuntakal ya'ni olib ketsa, birov olib ketib qolsa, mana shunaqa holat unga yoqadimi deyaptilar. O'shani fa inma tahsun, endi sababini aytyaptilar. Ya'ni yoqmaydi-ku bu. Bu savol emas, shunchaki so'roq emas, ya'ni ham nima bo'lyapti? Jerkaplar, ya'ni yoqmaydi bu. Endi shunday ekan, fa inma tahsunu lahum dura mawashihim at'imatihim. Ana chunki deyaptilar, fa inma tahsunu lahum, odamlarga dura mawashihim, ularni hayvonlarini, yelinlari, at'imatihim, ularni taomlarini tahzunu nima qiladi? G'amlab turadi. Tushunarlimi? Boyaga tepadagi boyaga xizona deganni ham bekor aytmadilar. Ya'ni birovni iznisiz uni sog'masin dedilar-ku. Ana o'shanga sifatda keltirdilarki, birov nima qilishni xohlamaysiz-ku. Shunday ekan, siz nima odamlarni, o'sha hayvonlarni yelini, odamlarni taomlarini o'zida nima qilib turadigan, jamlab, g'amlab, xazinalab turadigan narsadir. Shunday ekan, fala yahlubanna ahadun mashiyata ahadin illa bi. Shunday ekan, birovni hayvonni iznisiz nima qilmasin, sog'masin. Chunki bunaqa qilishlik, iznisiz sog'ishlik boyagidek misolida birovni uyiga borib, uni nimasini, uni xazinasini, boyaga idishlarini sindirib, taomlarni nima olib ketganga o'xshaydi deyaptilar-da. Endi muhaddislar bu borada juda uzundan-uzun bahs qilganlar va xoslan Hafiz ibn Qayyim rahimulloh Tahzib sunan kitoblari juda nima qilganlar, fil jami bayn hazin nusus, bu narsalarning orasini jamlashlikda juda ko'p bahs qilganlar. Walakin ahsanal aqwal fi tawjih al ahadith al mubiha, lekin mana bu mubih, ya'ni muboh sanaydigan hadislarni tavjihi borasida eng chiroyli gap. Boya tepada muboh deyildi-ku endi bog'dan yeyishlik boshqalarni. Annaha mabniyat ala urfi zalika zaman. Eng yaxshi gap shuki, bu o'sha zamonning urfiga ko'ra bo'lgan. Urfiga ko'ra bino qilingan. Ya'ni o'sha zamonda ehtimol, boya pastda ham aytadilar, ehtimol hamma ya'ni yeb ketsa rozi bo'lgandir. Masalan, bog'idan oz-moz yeb ketganga yoki hayvonni sog'ib ketganda rozi bo'lgandir ehtimol. إذا كان أصحاب المواشي والحوائد يتسامحون في مثل ذلك للمارات والمسافرين. أنا ehtimol o'sha mavoshi boy hayvon egalari yoki o'sha bog' egalari tasomuh qilardilar, balki kechirib o'tarlar. Fi misli zalika, bunga o'xshash narsalarda tasomuh qilarlar. Kim? Lil marra, boyga bog'ni oldidan o'tuvchi va musofirlarga mayli deb ehtimol tasomuh qilganlar o'sha zamonda odamlar. فكان هناك إذن متعارف من قبلهم في مثل ما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ijozat bergan narsalarda ular tarafdan nima bo'ladi endi? Urfiy bir izn bo'lgan bo'ladi endi. Chunki urfda hamma rozi bo'ladi, bog'idan yeb ketgan odamdan. Bu ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ijozat bergandek o'shanga o'xshaydi demoqchilar. Va ala hada shunga ko'ra law taghayyara al-urf, endi urf o'zgaradigan bo'lsa, va lam yakun hunaka izn muta'arraf, demak bir urfda bo'ladigan bir izn bo'lmasa, ya'ni hech kim bog'idan yeb ketgan, molini sog'ib ketgan odamlar rozi bo'lmaydigan bo'lsa, yatag'ayyarul hukm ham o'zgaradi. Ya'ni mumkin bo'lmaydi, harom bo'ladi uni qilishlik, birovni bog'idan yeb, birovni molini sog'ishlik. Endi وقد تختلف أنظار الفقهاء في أن النص كان مبنيا على العرف. endi fuqaholarning nazarlari nas bu o'sha urfga ko'ra bino qilinganmi, aw kana hukman mustaqillan la aloqata lahu bil urfi va ta'amul, yoki bu mustaqil hukm, hech qanday urf va taomilga aloqasi yo'qmi deb nima qilishgan, ixtilof qilishgan. Faman zahaba ila anna al manad huwa al urf, kim endi bu yerdagi asl manod, mador bu urf desa, yataghayyar al hukmu indahu hasba ta'amul al hadis, yangi paydo bo'lgan urf sababli endi hukm o'zgaradi uning aslida. Endi ومن ذهب إلى أنه حكم مستقل، agar yo'q bu mustaqil hukm desa, afta bi anna nassa yuttaba bi lafzi, nima nasni o'sha lafziga ergashiladi, ya'ni nas qanday kelgan bo'lsa o'shanga ergashiladi deb nima fatvo beradi endi. Wala yataghayyar hukm bi taghayyur urfi, demak urf nima qilish bilan o'zgarish bilan o'zgarmaydi endi bu. Chunki bu mustaqil hukm, nasni lafziga ergashiladi, o'ziga ergashiladi. Mana misoli أن الحنطة والشعير والتمر والملح كانت من المكيلات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبار beraylik. Riboviy mollar bilamiz, hammamiz. Arpa, bug'doy, xurmo, tuzlar, bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida makillardan edi. Makil bilamiz, u kayli sotiladigan. Hozir deyarli unaqa narsa yo'q. Ba'zi qishloq joylarda qolgan, ya'ni idishlab sotiladi.
Shunday bir idishi bor, shu idishda. Oldin o'shanaqa idishlar bo'lganki, o'sha bilan savdo qilingan. Mana so deymiz-ku, bir idish, u idish. Hozirchi, hozir aksar holatda nima tarozi bo'lib ketdi hamma yoq. Oldin tarozi kamdan kam narsalarda o'sha mavzunot, vazni narsalardagina bo'lgan. Amma kilotlar, arpa, bug'doy nimalarda o'sha idish bilan sotilgan. O'sha payg'ambarimiz davrida makil edi. Fakana tuba va tusharo kaylan ana. Kaylab, kaylab degani boyga so, boyga idish bilan sotilardi, sotib olinardi. Summa tag'ayyara ta'amul, keyinchalik o'zgardi. Fasbahat minal mavzunat. Bugungi kunda endi bu nima bo'ldi? Boyga arpa, bug'doy, tuz hammasi. Bu endi tortiladi, tarozi tortiladigan narsalardan bo'ldi. Endi tarozi bilan sotiladi, sotib olinadi. Endi vaqal farda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iza bi'at bi jinsiya an takuna mutazawidan fil kayl. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar jinsga sotilsa, kayli teng bo'lsin dedilar. Tushunayapmi? O'sha paytda hadislarda nima keladi? Kayli teng bo'lsin dedilar. Endi falamma tag'ayyara ta'amul va asbahat min al-mawzunat. Endi bugungi kunga kelib urf o'zgardi. Bu endi arpa, bug'doy, xurmo, tuzlar endi bu tarozi bilan tortiladiganlardan bo'ldimi? Endi fahal yu'tabaru tasawi fil kayl hasba mawrad bin nas. Endi nasda vorid bo'lganidek kayldagi tasovi tengligiga e'tibor qilinadimi? Am yu'tabaru tasawi fil vazn hasba al-urf al-hadis. Endi hozirgi yangi paydo bo'lgan o'sha urf, ya'ni u vazni bo'lib ketdi-ku, tarozi bilan sotiladigan bo'ldi. Ana o'shanga ko'ra endi u vaznda, tarozida teng bo'lishi e'tibor qilinadimi? Tushunarlimi? Endi oldin nima bo'lgan? Oldin kayllab sotilgan. Endi bugunga kelib, masalan, bug'doyni bug'doyga, jinsga sotsa, tarozida teng bo'lishi e'tibor qilinadimi, yo'qmi degan savol. Endi Imom Abu Yusuf bilan tarafayn. Demak, Imom Abu Yusuf bir taraf, Imom Abu Hanifa va Muhammad bir taraf bo'lib, ana shu oralarda ixtilof bor. Imom Abu Hanifa Muhammad rahimahulloh aytadilarki, mu'tabar deydilar, kayldagi tenglik deydilar. Kaylda teng bo'lsin deydilar. Endi vazndagi tenglik e'tibor qilinmaydi deydilar. Tushunarlimi? Tarafayn aytadi. Lianna nas innama sharata tasawi fil kayl. Chunki nas hadis faqat kaylda tenglikni shart qilgan. Mana Imom Shofiy va Ahmad rahimahullohning mazhablari shu. Tushunyapsizmi? Wal masalatu mazkuratun fil mutun hasba qawlihima. Demak, matn kitoblarimizda, fiqhiy matn kitoblarimizda o'sha tarafaynni qavllariga ko'ra keltirilgan. Tushunarlimi? Tarafaynni qavllarini kuchli tarjih berilgan demoqchi. Va alaluhu bi anna nas aqwa min al-urf. U yerda nima deyilgan o'sha matn kitoblarida, sharhlarda, boshqalarda, demak, nas bu urfdan kuchli deyilgan. Lianna al-urf jaza yakuna ala ba'd. Chunki urf botil uzra bo'lishi mumkin, lekin nas botil uzra bo'lmaydi deb aytishgan. Lekin Imom Abu Yusuf rahimahullohdan annahu ya'tabiru al-urf al-hadis. U kishidan yangi o'sha urf paydo bo'lgan, urf e'tibor qilinadi deyilgan. Fa yu'tabaru at-tasawi fil vazn. Shunday ekan, u kishi nazdida endi vazni bo'lsa, vaznida teng bo'lishi e'tibor qilinadi deganlar. Va ma alaluhu bihi min anna an-nas aqwa min al-urf. Demak, nas bu urfdan kuchli degan illatlari ajab anhu Ibn Humam rahimahulloh bi qawli. Quyidagi gap bilan Ibn Humam ana shu gapga javob bergan. La yakhfa anna hadha la yalzamu Abu Yusuf. Demak, bu gap, ya'ni nas urfdan kuchli degan gap Imom Abu Yusufga lozim kelmaydi. Ya'ni Imom Abu Yusufni ilzom qila olmaymiz bu bilan. Bu kishiga lozim kelmaydi. Nega? Lianna qusarahu annahu kanassihi ala zalik. Chunki u kishi aytadilar qusarahu degani, chunki u kishi aytadigan dalillarning eng cho'qqisi shuki, annahu kanassihi ala zalik. Bu nima hisoblanadi? Bu yangi urfda o'zgardimi? Xuddi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham yangi nas, annahu kanassihi ala zalik, shunga nas kelgandek dedilar. Ya'ni oldin kayl haqida nas keldi, o'shani kayllab sotish haqida. Endi urf o'zgardimi? Xuddi endi urf nima? Kayl emas, balki vaznda teng bo'lib sotinglar deb nas kelgandek dedilar. Ana va hu yaqul Imom Abu Yusuf aytadilarki, yusoru ila al-urfi tori ba'da nas. Nasdan keyin endi nasdan keyin paydo bo'lgan. Tori ba'da nas degani nasdan keyin paydo bo'lgan urfga yuriladi dedilar. Nega? Binan ala anna taghayyur al-ada yastalzimu taghayyur nas. Chunki odatni o'zgarishi bu urfni nimani, nasni o'zgarishini lozim tutadi. Endi nega desa, chunki agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farazan tirik bo'lganlarida albatta bu gapni aytardilar. Nasso alayhi albatta bu gapni aytardilar. Ya'ni albatta endi
oldin nima bo'lgan? Kayl bilan sotish, ya'ni teng qilib sotish mumkin bo'lgan. Agar tirik bo'lganlarda, urf o'zgarib tirik bo'lganlarda albatta vazn bilan ham tenglikni albatta aytardilar, nasdan aytardilar deyaptilar. Tushundingmi? Xo'p, endi Fathul Qodirda buni bayon qiladilar. Wal hasilu xulosaki anna Abu Yusuf va Muhammad va Shafi'i rahimahulloh ya'tabiru qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kaylan bi kayl degan so'zni o'zini e'tibor qilganlar. Manatal hukmi bi lafzi, ya'ni o'sha hukmni madorini o'sha lafziga, kaylan bi kaylga berganlar. Falam ya'tabiru taghayyur urfi, bular urfni o'zgarishini e'tibor qilmadilar. Endi Imom Abu Yusuf esa fanazara ila anna manatal hukm huwa at-tasawi fil qadr al-muta'arif. O'zi keyinroq olib aytdilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu gaplari kaylan be kayl degan gaplardan biz qanaqa hukmni qayerga manotini beramiz, ya'ni madorini qayerga beramiz desa, u o'sha mutaorif qadrda tengligi, ya'ni mutaorif miqdorda, ya'ni urfda qanaqa o'lchov bo'lsa, ana o'shanda tenglikga beramiz hukmni deydilar Imom Abu Yusuf. Va inna mazkiral kayl, endi nega payg'ambar bo'lmasa mana shunday desalar bo'lardi-ku, qadrul mutaarif desalar bo'lardi-ku, nega kaylan bi kayl dedilar so'zma-so'z, shunaqa so'z bilan aytdilar desa, va inna mazkiral kayl deb aytildi, li'anna kana izaka mi'ran lil qadrida. Chunki o'sha zamonda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida kayl bu o'sha miqdorni o'lchaydigan me'yor edi. Falama taghayyara ta'amul fi hazihi al-ajnas. Keyinchalik Imom Abu Yusuf aytadilar, endi jins o'zgardimi, bu jinslardagi taomul, odamlarni urfi, ya'ni ularni tortishdagi, o'lchashdagi odamlar urfi o'zgardimi? Mana bihaysu asbahat tuba va tushra bil vazn. Endi bugungi kunga kelib, endi u, ya'ni arpa, bug'doy, tuzlar, nimalar, xurmolar endi vazn, tarozi bilan sotib olinadigan bo'ldimi? Taghayyara mi'yorul qadr. Endi o'lchash me'yori ham o'zgaradi. Va atugara tasabi bi hadha al-mi'yar al-jadid. Endi mana shu yangi me'yor bilan endi uni tengligiga e'tibor qiladi dedilar. Ibn Obidin ta'lilan li qawli Abu Yusuf rahimahulloh, yana Imom Abu Yusufning qavlini ta'lila illat sifatida keltiradilarki, falaysa fi i'tibari al-'adati al-mutaghayyirati al-hadisa mukhalifun lin-nafs dedilar. Mana bu yangi o'zgargan odatni e'tibor qilsak agar, ya'ni o'shani e'tiborini oladigan bo'lsak, bu nasga xilof kelmaydi dedilar. Bal fihi i'tibor nas, balki ana o'shanda hatto nasga ergashish bor. Nasga xilof yo'q umuman, nasga ergashish bor. Va zohir kalam al-muhaqqiq ibn Humam tarjih hazir rivoya. Endi muhaqqiq ibn Humamning gaplarini zohiri ham mana shu rivoyatni nima qiladi, tarjih qiladi. Imom Abu Yusufning rivoyatini tarjih qiladi ibn Humamning gaplari deydilar. Va ala hadha falau ta'arafa an-nasu bay'a ad-darahim bid-darahim aw istiqradaha bil-adad. Endi bordi-yu, yana bir misol keltiradi. Odamlarning urfida bo'lib ketsaki, dirhamni dirhamga sotishlik yoki istiqroz, ya'ni qarz olishlik adadiy bo'ladigan bo'lsa, vazn oldin bilamiz, dinor dirham bu nima qilingan? Taroziga tortilgan. Keyinchalik odamlarning urfida adad bilan mana 1 dirham, mana bitta dirham, 10 dirham deb, oldinlari o'sha 5 dirham deyilsa ham bilaylik, e'tibor beraylik. Ya'ni kimgadir savol paydo bo'lishi mumkin. Oldin ham 10 dirham, 20 dirham deb keladi-ku kitoblarda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham desa, u shunaqa deyilsa ham baribir tortilgan u. U dirhamdan adad emas, balki uni grammi, boyagi 2.197 nazarda tutilgan. Keyinchalik esa bu umuman vazni e'tibor qilinmagan, boyagi dirhamlarning necha gram chiqishi, balki uni sanog'iga e'tibor qilingan. 10 dirhammi 10 dirham. Shuning uchun ham fiqh kitoblarimizda, eski kitoblarda bayon qilinadiki, savdoda nima qiladi? Savdoda boyaga dirhamni taroziga tortadigan odamni ham chaqiradi, ana o'shani ham pulini to'lash masalasi keladi. Demak, oldinlari nima bo'lgan? Dinor, dirhamlar tarozida tortilgan. Keyinchalik agar bordi-yu, nima bo'ladigan bo'lsa, sanoq bilan bo'ladigan bo'lsa, adad bilan, kama fi zamanni, mana bizning zamonimizga kelib shunday bo'lgan deyaptilar. La yakunu mukhalifan lin-nas, bu nasga xilof emas. Alloh taala yazzi al-imama Abu Yusuf an ahli hadi zaman khayrul jaza. Demak, Alloh taolo Imom Abu Yusufga yaxshi mukofotlasin mana shu zamon ahli nomidan. Faqat satta anhum baban aziman min ar-riba. Demak, Imom Abu Yusufning gaplari bilan ulardan, ya'ni ribo bobini eng katta eshigi nima
nima yopildi-da. Chunki agar bunday demaydigan bo'lsak, ribo eshiklari ochilgan bo'lardi. Yaxshi ham Imom Abu Yusufning qavllari bor-u, ana o'shanga fatvo beramiz, natijada ribo eshigi yopiladi debdilar. Tushundingmi? Endi ikkinchisiga keldik. Qad yakunu hukmun nas ma'lulan bi'illa. Demak, bir nasni hukmi bir illatga ko'ra bog'langan bo'ladi, ma'lul bo'ladi. Va tantafi tilka illa bil urf. Demak, ana o'sha illat endi urf sababli yoki bit ta'amul fi ba'd al juz'iyat. Ba'zi juz'iyatlarida urf yoki ta'amul sababli ana o'sha illat ketib qoladi. La fi jami'a, barchasida illat ketmaydi, bir qismida. Va haynazin yataghayyar al hukmu fi khusus tilka al juz'iyat. Demak, hukm ana o'sha ba'zi qismida o'zgaradi, ana o'shanda nisbatan hukm ham o'zgaradi. Mana misoli boyaga mana pul bilan nima hammomga kirishlik. Faynal qiyos ya bajawazu. Chunki qiyosga ko'ra joiz emas. Nega? Chunki hammomning ichida qolish muks, ya'ni qancha muddat hammomning ichida qoladi va qadra ma yastamilu min al ma yoki qancha suv ishlatadi hammomda, bu majhulda. Va kazalika law qol li saqqoin, agar saqqoga ya'ni suv odamlarga suv beradigan kishiga atini sharibata ma'in bi falasan, bir nima bir shariba degani ya'ni odam tuyadigan miqdorda chanqag'i bosadigan miqdorda suv ber bir falsga desa, bir falsan bir chaqaga desa, fayna qadrilmay majhul. Bu nomajhul bo'lganda majhul bo'lgan oldinlari bir shariba suv majhul bo'lgan. Endi hozir litr boshqa bor, u hozir ma'lum. Oldinlari noma'lum bo'lgan. Fa fihi ghararun mamnun bil hadis. Demak, bunda hadisda man qilingan g'arar bor. Bilamizki, savdoda g'arar mumkin emas, ya'ni aldov bor, majhullik bor. Lekin javozuhu li ta'amulin. Keyinchalik ulamolar joiz sanashgan buni. Nega? Odamlar urfida bo'lib ketdi-da. Ya'ni illatan nahi hiya al jahalatul mufti ila al munaza. E'tibor beraylik. Nega? Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nahiy qilganliklarini, qaytarganliklarini sababi qanaqa jaholatdan qaytardilar? Nizoga olib boradigan muftiya, nizoga olib boradigan jaholatdan qaytardilar. Shunday ekan, valam yabqa hunakun nizaun bit ta'amul. Demak, endi odamlarning urfida bo'lib ketdimi? Tabiiyki nizo yo'qmi? Nizo bo'lmagandan keyin nizoga olib bormayapti. To'g'ri jaholat bor, nizoga olib bormayaptimi? Bu jaholat joiz. Chunki qanaqa jaholat mumkin emas? Nizoga olib boradigan, tortishib olib boradigan mumkin emas. Endi nizo yo'qmi? Bu jaholat mumkin deyaptilar. O'shanda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savdoni ichida biron bir shart qo'yishdan qaytardilar. Abu Hanifa rahimahulloh, Amr ibn Shuayb u kishi otalaridan, u kishi bobolaridan rivoyat qiladilar bu hadisni. Wastasna minhu al-Hanafiyya ash-shurut allati hiya ma'rufatun fima bayna tujar. To'g'ri, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayni ichida yana boshqa shartlarni qo'yishdan qaytardilar. Lekin Hanafiylar bundan ba'zi narsalarni istisno qilganlar. U qaysi desa, odamlarni, tojirlarning orasida ma'lum, mashhur bo'lgan shartni qo'ysa bo'ladi deganlar. Tojirlar o'zaro orasida ma'lum, mashhur bo'lgan shartni qo'ysa savdoning ichida joiz deganlar. Validalika shuning uchun ham ajazu idza ishtara na'lan ala an yahzuhu al-bay'. Aw jiraban ala an yakhrizahu lahu khuffannana. Va shuning uchun ham joiz sanashganki, agar bir kishi kavush sotib oladigan bo'lsa, boyini, ya'ni sotuvchini o'zi uni nima bir tikib berishi, hazu, hizo qilish, ya'ni boyaga tikishlik masalasi, bir yoki aw jiraban ala an yakhrizahu lahu khuffan, yoki bir jirob sotib olishlik. Jirob degani ham boyaga o'sha matoga o'xshan, teriga o'xshan narsa, ana o'shani mahsi tikib berishlik shartiga ko'ra sotishlik joiz deganlar. Nega? Chunki o'sha payt urfda shunaqa bo'lgan, tojirlarning urfida sotuvchini o'zi, ya'ni nal, kavush sotadiganni o'zi uni nima qilib bergan, o'sha bir tika boyaga iplarini qo'yib bergan. Tushunarlimi? Urfda shunaqa bo'lgan. Sotuvchini o'zi qiladigan darajada bo'lganda shunaqa urf. Yani Imom Salasiy rahimahulloh mabsud aytadilarki, agar va inkan sharton la yaqtazil aqd, agar aqd taqozo, bay aqdi taqozo qilmaydigan shart bo'ladigan bo'lsa, va fihi urfun zohir, lekin unda zohiriy bir urf bo'ladigan bo'lsa, fazalika joiz ayzon. Bu ham joiz dedilar. Mana xuddi misol bir kishi nal sotib oldi va shirokan, qaraymiz. Kavush bor va shirok bor. Shirok degani boy ipi bor. Bi sharti an yahzuhul bay. Endi o'sha kavushga endi bilishimiz kerakki, nal deb faqat tagi, o'sha bitta nimani tagi bo'lgan. Boyga masalan shipakni deymizmi, tapchkani tagi, shirok alohida sotilgan. Tushunyapsizlar? Endi boyini o'zi o'sha ipni
slansi deydi-ku, oldinlari shunaqa bo'lgan, ya'ni tagi bo'ladi va ipchasi bo'ladi-ku slansini. Alohida sotilgan, lekin sharti shuki, boyini o'zi quyib beradi o'sha slansini ipini. Shu shart bilan nima qilsa, yahzuhul bay degani o'shani o'zi quyib beradi, shart bilan sotsa, bu joiz. Nega? Lianna sabita bil urf sabitun bi dalil shar'iy. Chunki urf bilan sabit bo'lgan narsa shar'iy dalil bilan sabit bo'lgandek. Va lianna fi an-naz' anil adati zohira harajan bayna. Chunki endi zohir bo'lgan bu odatdan nima qilish, nazorat degani chiqishlik, bu ochiq oydan bir harajni keltirib chiqaradi deydilar. Ya'ni من الظاهر البين أن تعليل الجواز بدفع الحرج لا يترد إن كان الحكم منصوصا قطعي الدلالة، ولكن المراد أن النهي كان معلولا بعلة إن تفت العلة بالتعامل. أنا ظاهر gapshuki, zohir bayon ochiq oydan gapshuki, ana tayyal javoz bidaf'il haraj. To'g'ri, mana bu yerda saraxsi harajan bayinan dedilar-ku. Bu haraj ketsin, haraj ketishi uchun bidaf'il haraj ketishi uchun joiz bo'ladi deb illat keltirishlik la yattarid. Bu 100% tushmaydi. Bu hamma hukmlarga to'g'ri tushmaydi. Masalan, in kana al-hukmu mansusan qat'iy dalal. Agar hukm dalolati qat'iy bo'lgan nas bilan kelsa, harajga qarab o'tirilmaydi, unga tushmaydi bu. Lekin murod nima? Anna nahy kana ma'lum bi'illa. Bu yerda haraj bilan yengillashtirilgan hukmdan murod bu illat bilan illatlangan nahiylar iroda qilinadi-da. Va antafatil illatu bit-ta'amul. Keyin nima bo'lgan? O'sha taomul bilan illat ketgan, natijada unga nima qilinadi? Yengillik beriladi hukmliklar. Lekin agar dalolat qat'iy bo'lgan nas kelsa, u hukm o'zgarmaydi. Unda haraj bo'lsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham. Shunday. Va hadha ma'alalahu Ibn Abdin rahimahulloh ta'ala faqol, mana buni Ibn Abdin ham shuni illatni keltirib aytganlarki, fa in qulda agar aytsizki, iza lam yufsid al-muta'arif al-aqda yalzamu an yakuna al-urfu qadin al-hadis. Endi agar muta'arif, agar urf aqdni fasod qilmaydigan bo'lsa, shunday ekan yalzamu an yakuna urf, shunday ekan urf nima qiladi? Urf hadisga qozi bo'ladi, hadisga hukm qiluvchi bo'ladi deblar. Tushunaymi? Bo'ladi-ku deb agar so'rasangiz aytamanki deblar. Tushunarlimi? E'tibor beraylik. Savolni qarang, bu savol berilyapti. Idza lam yufzil muta'arifu al-aqd. Agar bordi-yu, ana o'sha urf aqdni buzmaydigan bo'lsa, aqdni buzmasa nima bo'ladi? Bu agar biz urfni oladigan bo'lsak, bu hadisni ustiga hukm qilgan bo'ladi-ku. Ya'ni urf hadisdan ham kuchli, hadisni ustiga hukm qilgan qozi bo'lgan bo'ladi-ku, hukm qiluvchi bo'ladi-ku. Vaholanki hadisni ustiga hadisni tashab urfni olib bo'lmaydi-ku deb savol bersa, qultu aytamanki deyaptilar, laysa biqodi alayhi. Ana bu yerda unaqa bo'lsa ham bu hadisni ustidan hukm qilyapti demaymiz. Bal alal qiyos, balki qiyosga hukm qilyapti deymiz. Qiyosni ustidan. Lianna al-hadis ma'lum bi wuqu'il niza' al-mukhrij lil-aqdi anil maqsud bihi. Chunki hadis ma'lul. Lianna al-hadis, chunki hadis boyaga illat bilan illatlangan. Illat degani boyaga muhaddislar nazdida illat emas, boyaga aytdik-ku bir hukmda illat. Nima illatu? Bi wuqu'in niza' al-mukhrij lil-aqd anil maqsud bihi. Demak, maqsaddan chiqarib yuboradigan aqddagi o'sha nizo. Tushunarlimi? Demak, aqdda bir nizo paydo bo'ladi, u aqdni maqsuddan, ya'ni maqsadidan chetlashtiradigan nizo, chetlashtiradigan illat haqida gap ketyapti. Va waqatul munozaun nima edi? Munozana kezish edi. Val urfu yanfi an-nizo. Demak, urf ham nima? Nizoga zid. Fa kana muwafiqan li ma'na hadis. Demak, shunday ekan, bu nima? Hadisni ustiga hukm qilyapti. Hadisga muvofiq, bu qiyosga ko'ra, qiyosning ustidan hukm qilyapti deymiz. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, endi va ala hadha yukharraju hukmu kaseer min al-shurut allati jara biha at-ta'amul fil buyu' fi zamanina. Va taqiyusmuni aytadilar, biz zamonamizda o'sha baylar, savdolarda joriy bo'lgan o'sha ba'zi ko'pgina shartlar ham mana shu hukmdan kelib chiqadi. Yukharraj. Tushunarlimi? Mana shu tebada aytgandan kelib chiqadi. U qaysi desa, mana mislu iltizomi ba'is sallajat wal mukayyifat
والسيارات بصيانتها لمدة معلومة أو التزامه بحملها ونصبها في بيوت المشتري. أنا والله سبحانه أعلم. Endi qaysi hukmlar desa misol keltiradilar. Masalan, sallaja degani xolodilniklar, muzlatgichlar, val mukayif, boyagi konditsionerlar va sayyorat va mashinalarni bisiyanatiha li muddati ma'lum muddatgacha ular nima qilishi, saqlab turishi yoki iltizamihi bihamliha o'zi olib borib qo'yishi va nasbiha fi baytil mushtari va mushtarini sotib oluvchini uyiga olib borib o'rnatishligini boyini o'ziga iltizom qiladi. Ya'ni boyi aytadi, masalan, konditsioner, xolodilnik sotuvchilar nima deydi? Ustasi o'zimiz borib uyingizga o'rnatib beramiz deydi. O'zi iltizom qiladi o'ziga o'zi. Bu nima? Urfga kirib ketganligi uchun ham taqiy usmoniy joiz deydilar. Tushundingmi? Alloh a'lam.